Ustalarda itini topib qo'yganmiz. 2 million so'mga deb 12 million so'mgacha plyus olib ketishar ekan. Xullas, nasib bo'lsa nima qilishsa qilib yurishibdi. Bitta jenka bilan 3-4 so'm pul bitta vagon qilib bersangiz, mana materiallarni olib kelib ichida qilib berishar ekan. Shu kungacha davolni klient topishmagan hayotlar davomida. Ishni ko'ryapsizlar, antrakti chiqyapti. Qo'llaridan kelgancha suvab yotishibdi. Pastdagi raqamga telefon qilaverasizlar. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha zakaz olaveraman. Nechta shogird bo'lsa chiqaraman. Sutdan chiqqan bo'lsa bo'ldi bolalar deb. Yosh bolalarni ham ishga olib, dabdala qilib, xullas uyda egasi bilan urush qilib, 15 sutka qamalib, xullas 5-6 marta problema kirib ketgan ustalar nomerini qo'yib qo'yapmiz. Farg'onada uyda chayishgan ekan, ko'rib turibsizlar, 2 etajli uyga rosa choplashdi, 2,5 ming dollarda, eskina 2,5 ming dollar. Bundan ko'ra boshqa narsa qilsa ham bo'lardi. Mana shunaqa mabodo sizga cho'zmaydigan xizmatlar zarur bo'lsa, respublika bo'yicha dastlabki qilishar ekan. Xullas qarang, mana bitta materialni ko'rsatib qo'ying. Mashina hamma yo'g'i ichida o'zi qilib berar ekan. Bundan tashqari sokil qiladi, patolog qiladi. Xullas, qo'lidan kelgan narsani qilmasdan, qo'lidan kelmaydigan narsalar qilib, chayib yurib, Rossiyaga ketmaslik uchun harakat qilishyapti. Akalarda bitta respekt qoldirib, xullas mana uyimiz barda, ustalar hayotiga o'xshab, mana shunaqa barda ustalar zarur bo'lsa, uyini remont qiladiganlar jo'natgan. 8 yildan beri o'sha firibgarlik bilan shug'ullanib kelayotgan mutaxassis akamiz olib kelganmiz. Mana aldab hozir mana hozir ham aldaganim yo'q deb aldayaptilar. Qaranglar, suv qilib bersalar ham bo'ldi ekan, 100 ming so'mdan kvadratda hamma yo'q materiali, xizmati, kilegi hamma yo'q ichida. Xohlagan dizayningizni qilib berishar ekan, Travertning respublika bo'yicha.